漫画偉人物語。名もない草花、虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた。後に続け青春たちよ、後に続け遅くはないさ。急ぐことは難しいが、時に振り返ることはもっと難しい。Bundan taxminan 470 yil ilgari Rimga yaqin toshchilik maydonidagi toshchilar Mikelangeloning yetakchiligida ishlayotdi. Hey! Bombaptı! Nima qilinglar bu? Nima ish qilinglar bu? Moshundaq bir kichik chaqamsizlar. Men sizlarni mana mayadan boshlab chiqinglar demedimmi? Ha? Mana Moshunchilik darajada yo'g'on bo'lmaydi. Undaq yo'g'on tashi chaqilib bo'lmasmi efendim? Nima? Bo'lmaydi? Chaqilib bo'lmaydi demisizlar. Minglar. Sizlar ketinglar. Sizlarni haydab etib, o'zimni chaqay. Bo'ldi. Qarab turinglar. Muallim, men yerdan ichay. Yo'q, bo'ldi. Sizlarga o'xshash odamlarni ish qilgandan keyin mushundaq bo'lmay qandoq bo'ladi? Bo'ldi. Sizlar ketinglar. Muallim, tamoq yeylar. Muvaffaqiyatli bo'ldi. Men bu toshni Muallim, ne bo'ldi? Bu tosh birkaç oldu. Michelangelo haqiqatan turg'uniga tanbamaydigan murakkab san'atkor edi. U Italiyaning Florensiya shahrida bir mashhur oilada dunyoga kelgan bo'lsa-mu, ammo ota-onasidan kichik qolg'achqa bir toshchining uyida cho'ng bo'lgan. Balının apsi. Yekile. Mana. Bu bala. Bu neymiş? Aytishlab qaraganda Michelangelo haykal o'yishni beqib olgan toshchi dadasining uyida o'rgangan ekan. Uning haykaltarashlik talanti balkim shu chog'lardan tortib ko'rilishga boshlagan bo'lsa kerak. Uzun o'tmay uyga qaytib kelgan Michelangelo Florensiya shahridagi bir maktabga o'qishga kirdi. U shundan keyin darsni bir yoqqa qayirib qo'yib, rasm chizishga berilib ketdi.
Michelangelo. Qandaq, sizga rasmim bo'ptimi, muallim? Sizmi? Sizmi? Mang chiqib ket, tez. Bo'ladi. Yeni sizg'il turibdi-ku. Ey, qandaq o'quvchi bu. Michelangelo, sen qancha qitimsan, ondan tushunasan. Dada, Endi resim sızgıç bomba. Bu bizim ailemiz için numus iş. Uqdingmi? yo'q. Endi sizmaysan. Sizmi? Sizmaysan. Sizmi? Sizmaysan dedim, sizmaysan. Michelangeloning oilasi rasm sizish va haykal o'yishni past ish deb qaraydi. Shunga ular uning bu jihatdan yetilishiga butun kuchi bilan qarshi turgan edi. Ammo dadasi oxirida uningga bo'ysunishga majbur bo'ldi. Ayni vaqtda insonlarni din va xurofotlikning asoratidan qutuldirib, insonlarning asli qiyofatini asliga keltirishni maqsad qilgan adabiyot san'atining gullanish harakati Italiyada avjiga chiqqan edi. Michelangelo mana mushundaq yangi davrning bo'ron chaqqonlarida san'atkor bo'lish yo'liga qadam tashlagan. Dastlabida u erkin shahar Florensiyada ta'sir kuchi eng kuchli bir savdogar ochgan haykaltarashlik maktabiga o'qishga kirdi. U yerda nurg'un qadimiy go'zal san'at va adabiyot bilimlarini o'rganadi. Bo'libmi peshonasining o'ng kelgan yeri, u bu savdogarning oilasida do'stona muomaladan bahramand bo'ladi. Michelangelo 有机会与一流的艺术家和学者见面，这使他学到了不少知识。 Ammo ayni vaqtdagi Michelangelo qandoq bo'lg'aydi? Hey, to'xtanglar, urushmanglar. Erishkinlar to'xtab qolinglar. Sizlar nimani talishib urushyapsizlar, ha? O mayasiga haykalni bak qo'pol yasabsan deb yaratmayotdi. Ha. Kalva, qo'pol bo'lgandiki qo'pol demay nima deydi? Xalqni gap qilimi qo'ymamsan? Nima? Michelangelo, menga berib ishini qil. Michelangelo tug'ma jasoratli yigit bo'lib, ishning yaxshi tarafi bilan yomon tarafini aniq ayirmoqchi bo'ldi qilmaydi. Yeniliklarning ko'pinchisi undan qo'rqadi. Ammo bu qaysar yigitning tushuniksiz taraflari yo'q emas edi. Urush boshlandi! Fransiya qo'shinlari kelyapti. Unda qilaman. Endi qada qilaman. Darhol qochay. Florensiya Germaniya podshoh armiyasining hujum qilishi bilan urush qaynab ketib qoldi. Michelangelo qochdi. Men shundoq qo'rqinchoqman. Men yaxshi ko'radigan erkin shahar Florensiyaga urush o'tib Men qo'l qo'yish turib, qarab turishim kerakmi? Michelangelo o'zining ojizligidan tunji qitim qijil bo'ldi. Shuning bilan u Florensiyaga yana qaytib kelib, jangning oxirlashishini kutib bir o'nkirib kirib yo'shinib yotdi. Afsuski uning tarixiy kaj kelib, İtaliya qo'shinlari mag'lub bo'ldi. Michelangelo hatto dushman qo'shinlarining qo'mondoniga yoqadigan ishlarni qildi. U dushman qo'shinlarining qo'mondonining rasmini chizib uning hadiya qildi. Michelangelo buningdan o'zining ojizligini his qildi hamda ba'zi ishlarga diqqat qildi. Bu erkinlikka aloqador ishlar edi. Erkinlik degan zoti nima? İtaliya adabiyot san'atining gullanishdagi markaziy rayon edi. Shunga ayni vaqtda Florensiyadagi erkin shahar boshqa hech qanday davlatda yo'q edi. Shunga Michelangelo bu shaharni cheksiz qizg'in so'yatdi. Ammo inchiklik bilan kuzatadigan bo'lsak, ayni vaqtdagi san'atkorlarning hammasi degidek boylarning yoki bo'lmasa huquq egalarining himoyasi ostida ishlaydi ekan. Ya'ni ular ashularning buyrug'ini qabul qilib, ularning ko'ngliga yoqadigan asarlarni ijod qilish asosida ondan o'zlarining iqtidorini joriy qildira oladi ekan. Nima bu? Mushumi san'at bo'ldi bu. San'at degan erkin bo'lish kerak. San'at erkin bo'lganda ondan hayotiy kuchga ega bo'ladi. Men kim bo'lishidan qat'iy nazar hargiz bosh egmayman. Hatto men o'zimning ojizligimni cho'qim yengiman. Cho'qim. Michelangeloning san'atining muhim mazmuni mana mushuningda edi. U qadimgi Yunonning haykaltarashligini o'rganib, badan go'zalligi jihatda o'zining ideyasini namoyon qildi va bastlik qomat uchun cheksiz muhabbat bog'ladi. Uning 22 yoshda o'ygan David nomli haykalining egizligi 5 metr o'pcho'rsida edi. Bu maydondagi toshlar podshohning qabrisini qo'pirish uchun yo'tkab kelingan bo'lib, bu yerda 40 dan ortiq haykalni o'z ichiga olgan kichikroq tog'ning cho'qqisida bir qurilish qilish plani planlanayotdi. Ammo bir kuni Nima bo'ldingiz, muallim?
Muallim, ne bo'ldi? Muallim, ne bo'ldi? Muallim, ne bo'ldi? Yaxshi. Mening shundoq bir yaxshi ish xiyolimga kelyapti. Biz ota-aytan tosh chiqib yurmasak bo'ladi ekan. Oyoq qaranglar. Biz Ashtarning o'zini o'yaylik. Shundoq bo'lganda, yiroqdagi dengizdan qaramoqqa bu ajoyib yo'g'on bir haykal ko'rinadi. Biz endi tosh chiqib yurmasak bo'ladi ekan. Undaq cho'ng haykalni qanday o'yg'il bo'ladi? Bo'ldi qilaychi. Undaq cho'ng haykali necha 10 yildimi uy bog'lanmaydi. Ras, bo'ldi qilaychi. Ma'quldan. Bu plan Mikelangeloning o'ziga nihoyat cho'ng bilindi. Shunga u buningdan voz kechishga majbur bo'ldi. Halbuki u hozir o'zining san'atini qo'g'dash uchun Rim papasidan qilch qo'qmaydi. Mikelangelo o'zining ijodiyati orqali kurashni uzluksiz davomlashtirdi. Shunday qilib Mikelangelo qadimiy Yunon davridan keyin eng yuqori saviyaga ega haykaltarash sifatida dunyoga tanildi. Va ayni vaqtdagi haykal qurilishining qo'shimchasi deydigan qarashga xotima berib, haykaltarashlikning mustaqil san'at asosini qurib, İtaliyaning adabiyot san'at gulmish davridagi vakillik xarakteriga ega san'atkoriga aylandi. Biz bu hikoyada buningdan 100 necha yil ilgari Rossiyada bo'lgan bir voqeani bayon qilamiz. Xayrlik sahar. Saboqdashlar, kitobning 34-metini aytchinglar. Muallim, tunuga siz bizga olam haqida hikoya aytib berishga va'da qilgandingiz-ku. Ha? Tunuga shundoq demedingizmi? Rost shundoq degandingiz. Shundoqmi? Men Tunuga rost shundoq degandingiz. Siz va'da bergan. Shundoqmi? Bo'ldi demisa, bugun havomi yaxshi ekan. Sir chiqib aytib beray. Juringlar. Sir chiqaylik. Bo'ldi. Bugun biz avval quyosh to'g'riliq to'xtalaylik. Quyosh deganimizda hozir men sizlardan bir oddiy masalani so'rab baxmoqchi. 的直径是地球的几倍？知道的请举手。 Ko'taringlar. Qani, qaysinglar bilasizlar? Men bilaman. Alexey. 3-ga barobar. 6-ga barobar. 2-ga barobar. 30-ga barobar. To'g'ri emas. Quyosh yer sharining 100-ga barobar. Texmi aniqroq bo'lsin uchun qani Bronin, sen o'rningdan tur. 你就是太阳。假如太阳的大小， cho'ng kichikligini Bronindek bor desak, Rodolf, sen bu yong'oqni ilib, bu yerdan 150 metr yiroqqa berib, turib turg'in. Ha? Ola. Bo'ldi muallim. Bo'ldi, to'xta. Yong'oqni egizga o'ta. Quyosh bilan yer sharining selishtirmasi Bronin bilan Rodolfning qo'lidagi ash yong'oqning selishtirmasiga barobar degan gap. Endi bir 放一块直径5毫米的小石头就是水星。在105米的地方有个直径12。 Onundan 105 metr yiroqqa diametri 12 mm keladigan bir tal go'shtni qo'ysak, o Veneraning cho'ngligi barobar. Onundan yana 227 metr yiroqqa diametri 6.15 cm keladigan bir tal toshni qo'ysak, o Marsning cho'ngligi barobar. Bo'ldi, ashab tur. Muallim, musha shumi? Ha. Onundan 750 metr yiroqqa bir tal olmani qo'ysak, o Yupiterning cho'ngligi barobar degan gap. O'rlig'i nima degan jiroq, ha? Yupiter odamga o'xshamdi nima? Bugunning bo'lganda bolani hajab baldir qo'yib beribdi. Qandaq olamni aytgan-a? Shu emasmi? Arliq nima degan yiroq? O planetdan bu planetga bormoqning o'zimi bir gapgan.
Ay, bağıl buludu. Bundan çaresi ba. Biz o yerga raketa bosilib bora olamiz. Raketani bilamsizlar? 我去，老师，那是什么呀？ raketa degan nima u? Shundoq raketa Nima bu? degan nimadu? Muallim, raketa degan nima u? Kovining 的南瓜种子。 Yo'q, pomidorning yangi sorti bo'lsa kerak. Men yerimni tex og'dirib bo'lmagan tursam, nima yo'qolan gaplarni qilib yuriydi bular. Kishilarning raketani uqmasligini ayni vaqtda ayblashmi ortiqcha edi. Chunki u vaqtlarda osmonda uchadigan mexanika narsalar faqat shar bilan cheklanadi. Shundaq bo'lishiga qaramay kichikkina yezi boshlang'ich maktabining oddiy bir o'qituvchisining raketa tadqiqoti bilan shug'ullanishi haqiqatan qaltis ish edi. Solkovskiy Namrat oilada tug'ilgan bo'lib, uning qatam qattiq og'irganligi sababli qulqi gaz bo'lib qolgan. U mana shu sababdan maktabda o'qiy olmagan. Ammo u ota-onasining yordamida kichigidan tortib o'zligidan tirishib o'rgangan. Solkovskiy 16 yoshga kirganida ota-onasi uni texnik yaxshi o'qitish uchun shaharga ko'chib borgan. Moskvaga 1001 jafoda kelgan Solkovskiy kutubxonada o'zi yaxshi ko'radigan matematika va fizik fanlarini tirishib o'rgandi. U kichigidilla havoda parvoz qilishni, olamga uchishni orzu qiladi. Solkovskiy Moskvadan qaytib kelib, uzun o'tmay boshlang'ich maktabda o'qituvchilik qildi. U bir yoqdan bolalarni o'qitsa, yana bir yoqdan tadqiqot ilib boradi. Ammo Muallim sapli g'alati bir ishlarni o'ylaydi ekan. Bolalarimizni u o'qitsa chatoq bo'lmasa. Raketani qachon yasaysiz? Yana tadqiq qilyapsiz, ha? Sen g'alati ma'lum o nima? Kishilar Solkovskiyning tadqiqotini tushunmay, gumoniy qarash bilan uningga so'g'uq muomala qiladi. Ammo buni Solkovskiy qilch ko'ngliga olmaydi. Dal shu vaqtda u olam qatnashi raketaga ehtiyojlik degan temadagi ilmiy maqolasini yozib tamomladi. Bu Aka-uka raytlarning aeroplan orqali havoni bo'ysundirishidan 20 yil burungi ish edi. Mayli nimali demayli, Solkovskiy jirahni ko'rishdek ajoyib iqtidorga ega edi. Solkovskiy muallim! Solkovskiy muallim! Biz sizga pichina ekan. Shundaqmi? Sizlarga ko'p rahmat. Men bu shundaq narsalarga bak amroq. Qani kiringlar avvaldirim. Ma'qul. Muallim, texmi g'ayrat qiling. Muallim, raketa qanday yasaladi? Mana qaranglar, bundaq yasaldi. Sizlarga yordammi? Solkovskiy o'z yozgan ilmiy maqolani Moskvaga olib berdi. Muallim, biz keldik. Muallim, biz keldik. Muallim, ne bo'ldingiz? Chiroyingiz yaxshi emas-ku? Rost. Bir yezi boshlang'ich maktabining o'qituvchisi yozgan ilmiy maqolaga u cho'ng arboblar qandoqmi ishonsin? Nima? Shumi gapmi? Muallim, biz sizga qat'iy ishonamiz. Muallimning deganiga menmi ishonaman. İnsanlar hamon bir kuni raketaga o'ltirib olamni sayohat qiladi. Bu nima degan yaxshi ish? Muallim, ro'yingizni hargiz tushaman. Shunday qarg'ib tushaman. Muallim, siz bizga yana bir so'zlab bersangiz bo'pti ekan. So'zlab bering, muallim. So'zlab bering. Bolada, men insonlarning oyga qandoq chiqadiganligini bugun oqshomda so'zlab beray. Mana hozirdan boshlab hisoblaganda nihoyat yiroq kelgusida, ya'ni 2017-yil atrofida Himalaya tog'ining bag'rida dunyodagi mashhur olimlar to'planib, bu yerda ilm-fan olimi barpo qiladi va Oy shahrini tashirish maqsad qilingan raketasini olib berish orqali olamga qarata turli tadqiqotlarni olib boradi. Raketa yasalib bitgandan keyin olimlar uningga o'ltirib olamga uchadi. Raketa yer sharining hamrohi sifatida ekvator chizig'ini bo'ylab yer sharini aylanadi. Olam cheki yo'q tushuniksiz joy. O yer shariga o'xshamaydi.
Onun da hech qanday tortish kuchi mavjud emas. Shunga hamma narsa u yoqdan bu yoqqa laylab yurdi. Yer sharini davr qilib aylanayotgan raketa bu sun'iy amra orbitasidan tezda ayrilib, Oy shariga qarab uchadi. Oldu. Endi Oy shariga asta-asta yaqinlashdi. Oyga chiqish o'migi Oy shariga qo'ndi. Oy sharida nurg'un halqasimon o'nkirlar bor. Oy sharining tortish kuchi yer sharining tortish kuchining 6dan 1ga teng. Shunga Oyda odam nati yeniklab ketadi. Oyda turib qarsangiz quyosh, yer shari va boshqa sayyorlar xuddi qo'lingizni sunsangizlar, yetadigandak nati yaqin yerda ko'rinadi. Acaba peyziken. Oy sharini ustish chiroyliqmikan? Nait peyziken. Menimmi berib ko'rib kelgim kelyapti. Muallim, biz cho'ng bo'lganda raketami yasila, ha? Shundaqmi? Shu chaqlarda yasilishi mumkin. Solkovskining raketa va olam to'g'riliq shunchalik to'g'ri tasavvurni o'ttirg'i qo'yganligiga odamning aqli haqiqatan hayron qoladi. Solkovskiy olam davrining cho'qim yetib kelganligini buningdan 100 necha yil burunli tasavvur qilib, keyingi raketaning taraqqiyoti uchun muhim to'hfalarni qo'shgan. Shuning bilan u kishilar tarafidan raketa otasi deb nom olgan. Ammo insonlar uchun aytganda bu faqat olam davrining pardasini echishli xolos. Solkovskining g'oyasi hozir butun insoniyatning g'oyasiga aylandi. Bugungi kunda kishilar olam bo'shlig'iga texmi ishkirlab kirish uchun uzluksiz tirishmoqda.好きだけどちょっぴり我慢して夏の日盛りもよいしょ働いたよ今でこそ私めは大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ羽目を外してどんちゃがしたいのよねおっとっとっと本文忘れるべからずありのありによるありのための私めは大統領